Nogironligi bor insonlarga davlat xizmatlaridan foydalanishda yaratilgan sharoitlar. Bu maqolada sen nogironligi bor insonlarga davlat xizmatlaridan foydalanishda yaratilgan sharoitlar haqida bilib olasan. Sen davlat xizmatidan ikki xil foydalanishing mumkin. Birinchisi my.gov.uz internet manzili orqali, ikkinchisi davlat xizmatlari markazlari orqali. Sen my.gov.uz internet manzilidan foydalanishing uchun telefoningdagi Google qidiruv qismiga my.gov.uz deb yozishing kerak. my.gov.uz internet manziliga kirganingdan keyin xizmatlardan foydalanishing uchun ro'yxatdan o'tish bo'limidan ro'yxatdan o'tishing kerak. Ro'yxatdan o'tish bo'limidan keyin OneID bo'limiga o'tishing kerak. OneID bu sen haqingdagi barcha ma'lumotlar saqlanadigan internet tizim. Agar senda my.gov.uz internet manzilidan foydalanishda muammo bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishing mumkin. Sen o'zing yashaydigan joydagi eng yaqin davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishing mumkin. Davlat xizmatlari markazi odamlar orasida yagona darcha deyiladi. Insonlar foydalanishi uchun O'zbekistonda 200 ta davlat xizmatlari markazlari ochilgan. Davlat xizmatlari markazining xizmatlari sohalarga qarab turli bo'limlarga bo'lingan. Davlat xizmatlarining bo'limlari uy-joy kommunal xo'jaligi, ko'chmas mulk, transport, ta'lim, axborot va aloqa, litsenziyalash, sog'liqni saqlash, ma'lumotnomalar, investitsiya va savdo, bojxona, adliya, ekologiya, fuqarolik va tadbirkorlik. Masalan, sen o'qish joyingdan ma'lumotnoma olish uchun davlat xizmatlaridan foydalanishing mumkin. my.gov.uz orqali universitetdan o'qiyotganlik haqida ma'lumotnoma olish tartibini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda my.gov.uz saytidan ta'lim bo'limini tanlab olasan. Ta'lim bo'limidan o'qish joyidan ma'lumotnoma olish bo'limini tanlaysan. O'qish joyidan ma'lumotnoma olish bo'limiga kirganingdan keyin xizmatdan foydalanish bo'limiga o'tasan. Xizmatdan foydalanish bo'limidan keyin OneID tizimi yoki elektron raqamli imzo orqali ro'yxatdan o'tasan. Elektron raqamli imzo internetdagi imzo. Sen qog'oz hujjatga qo'yadigan imzo bilan bir xil ahamiyatga ega. OneID yoki elektron raqamli imzo orqali kirganingdan keyin o'qish joyingdan ma'lumotnomani olishing mumkin. Davlat xizmatlaridan foydalanishning sen uchun qulayliklari: xohlagan joydan turib internet orqali ariza topshirishing mumkin. Davlat xizmatlari markazining xodimlari senga ariza to'ldirishga yordam beradi. Ba'zi xizmatlar uchun qisqa, tez ariza berishing va javoblar olishing mumkin. Insonlar, tadbirkorlar va davlat tashkilotlarining ortiqcha xarajatlar, ovoragarchiliklarini kamaytiradi. Prezidentning 2023-yil 27-fevraldagi 24-sonli qaroriga ko'ra, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bor insonlar, nogironligi bor bolalar, nogironligi bor insonlarning bitta yordamchilari davlat xizmatlari markazining xizmatlaridan navbatsiz foydalanish va navbatsiz rahbarlar bilan ko'rishishi mumkin. Nogironligi bor insonlarga bepul huquqiy yordam berish va advokatlar foydalanishi uchun e-advokat.uz saytida nogironligi bor insonlarning murojaatlari bo'limi yaratilgan. e-advokat.uz bu huquqiy yordam axborot tizimi. Prezidentning 2022-yil 20-apreldagi 113-sonli qaroriga ko'ra, nogironligi bor insonlarni shifokorlar guruhi tekshiruvdan o'tkazish uchun kerakli joyga murojaat qilishi kerak. Seni shifokorlar guruhi nogironligi bor inson deb belgilaganidan keyin nogironlik pensiyasi qo'shimcha murojaatlarsiz tayinlanadi. Davlat xizmatlari markazlarida jismoniy nogironligi bor insonlar uchun sharoit yaratiladi. Jismoniy nogironligi bor insonlar kerakli sharoitlar bu: binoning kirish-chiqish qismida panduslar o'rnatish, navbatsiz xizmat ko'rsatish. Prezidentning 2021-yil 24-iyuldagi 62-69-sonli farmoniga ko'ra, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bor insonlar
davlat xizmatlari uchun to'lovlarning yarmini to'laydi. Davlat xizmatlari to'lovlarining yarmini to'lashing uchun sening nogironlik hujjating Davlat xizmatlari markazining kompyuterida ko'rinadi. Agar sening nogironlik hujjating Davlat xizmatlari markazining kompyuterida ko'rinmasa, nogironlik hujjatini beradigan shifokorlar guruhiga murojaat qilishing kerak. Shifokorlar guruhi senga nogironlik guruhi belgilanganligi haqida ma'lumotlarni kompyuter tizimiga kiritadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlarining reyestri internetdan foydalanuvchi barcha insonlarga O'zbekistondagi tashkilotlar ko'rsatadigan xizmatlardan foydalanish imkoniyatini beruvchi tizim.